Assalomu alaykum hurmatli video tomoshabinlar. Sizlar bilan har doimgidek Shamuz loyihasi. Hurmatli video tomoshabinlar, bugungi dasturimizni har doimgidek sizlarga foydali maslahatlar berishda davom etamiz. Ya'ni bugungi dasturimizning nomi OLX platformasidagi firibgarliklar. Bo'lmasam biz boshladik. Hurmatli video tomoshabinlar, sizlarga ma'lum, bizning asosiy maqsadimiz qorong'ulikdan yorug'likka Shamuz bilan birgalikda. Ya'ni texnika olamida biz sizlarni hech qachon adashishinglarni xohlamaymiz. O'shaning uchun bizning oldimizga qo'ygan eng asosiy maqsadlarimizdan bittasi bu videoni ko'rib turgan har bitta bizning video tomoshabinlarimiz quyidagi firibgarliklardan ogoh bo'lishinglarni istaymiz va hech qachon aldanib qolmasligingizni juda ham xohlaymiz. Hurmatli video tomoshabinlar, bugungi videoyimizni OLX platformasida 4 xil firibgarliklar to'g'risida gaplashamiz. 4 xil firibgarliklar, ya'ni ham oluvchi, ham sotuvchi ko'rinishda bo'lishligi mumkin. Ya'ni OLX platformasiga joylashtirilgan e'longa ham siz joylashtirgan bo'lsangiz oluvchi ko'rinishda kelib sizni aldashga urinishligi mumkin, yoki siz qanaqadir e'lon qidirayotgan bo'lsangiz, qanaqadir texnika qidirayotgan bo'lsangiz, o'sha e'lon orqali sizni aldashga urinish bo'lishi mumkin. Kelinglar birinchi case ko'rib chiqamiz. Birinchi jarayonni ko'rib chiqamiz. Birinchi jarayon qanaqa? Juda ham klassik tarzda tuzilgan bo'ladi. Birinchi jarayonda siz telefon qidiryapsiz, OLX ilovasidan ko'rib chiqayotgan joyingizda sizga juda ham arzon narxda yoki arzondan o'rtacha narxdan yoki arzonroq narxda boshqalarga nisbatan e'lon turgan bo'ladi. Siz e'lonni bossasiz, ko'rib chiqasiz. Rasmlari juda ham tabiiy, sizga yoqqan bo'ladi. Aytinglar, telefon olmoqchisiz. Yoqqan bo'ladi. Hamma narsasi joy-joyida. Bunaqa narxga OLX platformasida boshqa hech qanaqa e'lon bo'lmaydi. Odatda siz yozasiz, telefon qilasiz yoki bog'lanasiz, siz bilan aloqaga chiqishadi. Siz ko'rishasiz, telefonni qo'lingizga olasiz. Telefonni qo'lingizga olganingizdan keyin bo'ldi, siz juda ham xursandsiz, telefon ishlab turibdi qo'lingizda, pulini berasiz, baylashasiz. Siz telefonni qo'lingizga oldingiz. Oradan 1 oy vaqt o'tgandan keyin, 1 oy, 2 oy vaqt o'tgandan keyin telefoningiz avtomatik tarzda blokka tushadi. Nimaga degan savol tug'iladi. Mana mashitda quyidagi firibgarlikka siz aldanib qolgan bo'lasiz. Birinchi navbatda siz texnika, telefon, kompyuter xarid qilayotganingizda, iloji telefon ayniqsa xarid qilayotganingizda siz tekshirishingiz kerak bo'lgan ikkita asosiy narsa bor. Bu telefon qaysi do'kondan olinganligi va garantiyali taloni iloji bo'lsa, ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, telefonning korobkasi bo'lishi kerak. Firibgarlik qanaqa bo'ladi? Firibgarlik ketma-ketligi qaysidir bitta odam sizga sotmoqchi bo'lgan odam yoki sizga sotmoqchi bo'lgan odamni sherigi do'konga borib telefon sotib oladi, nasiya savdoga bo'lib qilib berishga. Oladi, to'lab yurgan bo'ladi va pul kerak bo'lib uni sotayotgan bo'ladi. U oladi, oluvchi odamga sotib olgandan keyin avtomatik tarzda bu narsa davom etmaydi. To'lov davom etmagandan keyin har bitta rasrochkaga, ya'ni nasiya savdoga yoki kreditga beradigan kompaniyalar o'z email bilan yaqin aloqada bo'lganligi uchun telefon avtomatik tarzda blokka tushadi. Ya'ni pul to'lanmaganligi uchun. Bo'ldi, o'sha sotib olgan odam ikki o'rtada aldanib qoladi. O'shaning uchun hurmatli video tomoshabinlar, telefon sotayotgan paytingizda har doim garantiyali taloni, ya'ni kaffolat qog'ozi va qaysi magazindan olganliginglarni va korobkasi qo'lingizda bo'lishi kerak. Telefon qilib so'rab, hech qanaqa qarzdorligi yo'qligiga ishonch hosil qilgandan keyin telefonni olishinglar bemalol mumkin bo'ladi. Demak, birinchi firibgarlikda sizlarda immunitet paydo bo'ldi. Ikkinchisi, oluvchi ko'rinishidagi firibgarlarni texnikasini, ya'ni ish jarayoni ketma-ketligi qanaqa bo'ladi? Siz telefon sotmoqchisiz, sizga haqiqiy odam telefon qilib, telefoningiz bilan qiziqadi, tabiiyki savdolashadi, ozgincha narx sindirishga harakat qiladi. Siz kelishdingiz, telefon yoki texnika. Siz oldingizga keldi, juda ham tabiiy odam, siz bilmaysiz, uni samimiy ko'rinishi mumkin, har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Siz oldingizga keladi, sizni qo'lingizdan texnikani oladi, ishlatib ko'radi, qo'lingizga AQSh dollari, ya'ni dollar topshirib ketadi. Dollar topshirganda bizning qo'limizni, oddiy odamning qo'li har doim ham dollar ushlab yurmaganiga
oddiy qalbaki dollarni o'qlab ketgan bo'ladi ichidagi summaga. Ya'ni misol 1000 AQSh dollarini ichiga ikkita bitta orasiga aralashtirib tiqib ketgan bo'ladi. Siz buni bilmay qolasiz. Bunaqa sharoitda nima qilish kerak? Eng yaqindagi bankka murojaat qilib turib, o'sha bankdan bemalol tekinga dollarni tekshirtirib olsa bo'ladi. Borib kirib, dollar olyotgandim, mana shuni tekshirib bering deb so'rasanglar, banklar bu narsani bemalol qilib berishadi. Faqat ozgincha ochirda kutib qolishingiz mumkin. Bu hech qanaqa sizlardan pul talab qilinmaydi, sizlarning ozgincha vaqtingizni olishi mumkin. Men bemalol ayta olaman, sizni qo'lingizga AQSh dollari olib kelayotgan odam puliga uveren bo'ladigan bo'lsa, ortiqcha 15 minut siz bilan turadi. Keyingi oluvchi ko'rinishdagi firibgarliklar qanaqa bo'ladi? Meni o'zimni shaxsan boshimdan juda ham ko'p o'tgan. OLXga e'lon berganimdan keyin har xil nomerdan, ya'ni chet ellikka bo'lishi mumkin, viloyatdanman, boshqa viloyatdanman, BTSdan orqali chiqarib olasizlar degan ma'noda siz bilan odatda Telegramda bog'lanishadi. Men bilan shunaqa bo'lgan. Telegramda bog'lanishadi va sizni tovaringizni sotib olaman, kartangizni bersangiz, men kartangizga pul o'tkazib beraman. U pul o'tgandan keyin menga BTSdan orqali chiqarib olasiz. Men uzoq joydaman. Shunga o'xshagan ko'rinishda bo'ladi. Yoki men chet eldaman, o'zim uydagilarim uchun olaman. Chet ellik nomerdan Telegramda yozilgan bo'ladi. Yoki bu O'zbekiston nomeri ham bo'lishi mumkin. Xullas, ketma-ketligi tartib xuddi shunaqa. Telefon bo'ladi, Telegramdan yoziladi, BTS pochta orqali yoki boshqa qaysidir pochta orqali chiqarib olasiz, kartangizni bersangiz pul o'tkazib beraman. Shu joyda aldanib qolmanglar, hurmatli video tomoshabinlarimiz. Nima bo'ladi? Sizni Telegramingizga yoki SMS bo'lib kod so'rashligingiz mumkin, bu bir. Ikkinchisi, qanaqadir ilovaga yoki qanaqadir saytga ssilka tashlab yuboradi. O'sha saytga kirganingizdan keyin pulingizlar, kartanglardagi pulingizlar sizlarning daninglar avtomatik yechilib qolishi mumkin. O'shaning uchun bunaqa aldovalardan juda ham ehtiyot bo'linglar. Iloji boricha kartangizga kelgan kodni hech kimga bermanglar va sizlarga ssilkalar tashalgan holatda u ssilkalardan davomiy o'tib ketib qolmanglar. Shu paytda firibgarlik holati ro'y berib qolishi mumkin. Demak, bizda eng hozirgi kunda trend darajasiga chiqib borayotgan firibgarlik. Men bu firibgarlikni birinchi marta eshitganimda juda ham shok holatiga tushib qoldim. Qanaqasiga odamlar shunchalik bizanikilar soddami yoki juda ham boshqa urovenda, boshqa etapga o'tib ketgan firibgarlik. Qanaqa bo'ladi? Har doimgidek siz e'lon joylashtirdingiz, MacBook yoki telefon e'lon joylashtirdingiz, siz bilan aloqaga chiqib turishadi, juda ham do'stona munosabat, olishmoqchiligingizni juda ham yuqori cho'qqiga ko'tarib tushuntirib berishadi va sizga quyidagi yoki Apple ID'imga kirib, mana shuni tekshirib berish so'rang. Mana Apple ID'im hammasi bilan ishlab yurmagandan keyin agar siznikida ishlaydigan bo'lsa, men siz texnikangizni bemalol sotib ola olaman deydi. Va nima bo'ladi? Siz kirgizasiz u narsani, u avtomatik tarzda kiradi u Apple ID va shu joyda aloqa uziladi. Sotuvchi odam hayron, nima qilishni bilmaydi, avtomatik tarzda Apple ID'ga tushganini hech yecha olmaydi. Oradan 2-3 kun o'tgandan keyin firibgar odamlar aloqaga chiqishib, sizdan pul talab qilishni boshlashadi. Pul talab qilgandan keyin hozir summalarni ham aytib o'taman, juda ham bitta tomondan achinarli, bitta tomondan kulgili summalar. Misol uchun iPhone telefonlarni modeliga qarab turib 50-60% sotilayotgan narxidan 50-60% talab qilinadi. Ya'ni 400, 500, 600 modellariga qarab. Va hurmatli video tomoshabinlar, Apple kompyuterlariga $1000 sizdan yoki sotayotgan insondan talab qilish boshlanadi. Hurmatli video tomoshabinlar, quyidagi firibgarliklar hozircha bizani tajribamizdan o'tgani, bizani o'zimizni boshimizdan o'tkazganimiz, shu muammolar orqali bizga insonlar murojaat qilishgan. Bu quyidagisi hozirgi aytib o'tganim, bu Apple ID orqali firibgarlik. Xuddi shu narsa, men sizga kompyuteringizga qanaqadir zadacha beraman va u mashqni kompyuter agar menga qilib bera olsa, kompyuteringizni sotib olaman. Ya'ni montaj jarayoniga o'xshagan faoliyat bo'ladi. Sizga ish tashaladi, ssilka tashaladi, shu ssilka kiriladi va
blok holatiga tushadi kompyuter. Xuddi shunaqa ketma-ketlikda bo'ladi. Hurmatli video tomoshabinlar, sizlarga nima degan bo'lamiz? Bunaqa firibgarliklarni hozirgi kunda bizaga ma'lumlarni sanab o'tdim. Bizaga noma'lumlari ham bo'lishi mumkin. Video tomoshabinlar, qanaqa firibgarliklar sizlarning boshingizdan o'tgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Ko'rgan odamlarga juda ham manfaatli bo'lsin, aldanib qolishmasin. Chunki hamma odam texnikani bir xil xohlab sotadi, bir xil xohlamay, sharoit har xil bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun aldanib qolmasliginglarni biz juda ham xohlaymiz. Chunki to'lanayotgan yoki olinayotgan texnika to'g'ri joyda ishlatilishi kerak deb o'ylaymiz. Video tomoshabinlar, har doimgidek yuzda yurmanglar, yuzga kiringlar. Bizning kanalimizga obuna bo'linglar. Kommentlar bo'lsa bemalol, savollar, talab, takliflar bo'lsa hech qachon to'xtatib qo'ymanglar. Biz birgamiz ishimizni yana davom ettiramiz. Hammaga rahmat kattakon.